Pulim bo'lmasa to'yim ya. Pul zotim bormi? Ko'chada hamma o'zi sharmanda qilib jo'g'ayga. Sizdan so'ramasam kimdan so'rayman? Gartekina berib keting. Pul tirichan puldan tashkil topganman deyman. Sen ham ishla, mehnat qil, qorningni suvini qimillat. Qachongacha men kamirib jiysan meni? O'qimagan bo'lsam uyda o'tirsam qaydan ishlayman, qaydan pul topaman? Uyl o'zing ochilib yurur. Odamlar xotinlar zomburchada bir sonda pul qilib tashlar. Baqaki. Xabaring bo'lsa, open budjet boshlandi. Super budjet botda super yangilik. Men silka ko'ryapsanmi? Shuni silkan ustiga bosasinda kirasanda open budjetga ovoz bersang 20 ming so'm shitirsan edi. Agar ketinglar kimnidir ergashtirib kelsang, yana 5 ming so'm qo'shib beradi. Beymasa qo'ndi urug'ing ko'p bo'lsa, xolang, pochchang, tog'ang, bojang, ammang hammasiga aytasan, ovoz berdirasan 20 ming so'mdan har bittasida shitir bor. Faqat bugun. Odamlar xotini bir qopdan pul qilib tashadi. Mana eng ishonchli bos shu. Silkaga kirasan, ovoz berasan, soqqan qilasan. Вообще olsun, gazini bosaman. Kechki ujin ham qilib qo'y. Ovqat qilmayman. Endi meni ham pulim bor. 20 ming to'q quturdi-ku bu chichi. Shunaqa.